Faqirni boyib ketishi imtihon. Boyni qashshoqlashib qolishi bu ham imtihon. Farzand dog'i imtihon. Og'ir xastaliklar ham imtihon. Aslida insonga sinovlarni kelishi emas, balki odamni o'sha sinovlardan chiroyli o'ta olishligi muhim. Boshiga shunday sinovli kunlar kelganida sabr qilgan kishiga ajr mukofot bor ekanligini doim xayolida tutishi kerakda, o'ylab yurishi kerak, haqida ishonish kerak bunga. Imtihonlar orqali inson shuni anglaydiki, har bir jon va mol dunyo Yaratgan tomonidan berilgan omonat va u xohlagan vaqtida oladi omonatini. Qaytarib olishi mumkin, to'g'rimi? Musibat qanday qilib ne'mat bo'ladi degan savollar ham tug'ilishi bu tabiiy. Buni javobi hadislarda. Har bir ayol ogoh bo'lishi kerak. Agar erkak sizni deb onasidan yuz o'girsa, otasining duosidan voz kechsa, jigarlaridan uzoqlashsa, bu xursand bo'ladigan holat emas. Aksincha, yig'laydigan holat bu. Sizni deb onasiga orqa o'girgan erkakni qahramon deb bilmang. Uni o'z nafsiga xizmat qiluvchi deb biling. Onamni hurmat qil desa, xursand bo'ling. Otamni duosini ol degan erkakni etagini mahkam tuting. Ertaga sizni o'g'lingiz ham sizni boshida ko'taradi. Ot o'rnini to'y bosadi-ku axir. Shunday ekan, hech bir ayol bu holatga ko'z yummasin. Bugun ota-onasini unutgan erkak ertaga sizdan ham bemalol yengilgina kechadi qo'yadi. U vaqti kelib, sizga ham ana o'sha ishni qiladi. Ishoning, oson kechadi sizdan. Onasini hurmat qilgan erkak ayolini qadrlaydi. Bu dunyoda qanchadan qancha orzular amalga oshmagan, qanchadan qancha niyatlar ko'milgan, sevgi, muhabbat yo'llari ayro bo'lgan. Sabab esa birgina. Odamlar nima derkin degan xavotir. Bilasizmi, inson zotining eng katta qo'rquvi bu sharmanda bo'lish ekan. Hatto o'limdan ham sharmandachilik qo'rquvi kuchliroq ekan. Kimdir ishim o'xshamasa kulguga qolaman deb orzusidan kechsa, yana kimdir oilamiz to'g'ri kelmaydi, odamlar nima deydi deb sevgisidan kechadi. Misollar tugamaydi. Odamlarga esa asrlar davomida gap uchun sabab kerak bo'lgan. Bizga kelganda to'xtasinmi endi bu odat? Agar bir haqiqat yodimizda tursa, bu holat yengillashishi mumkin. Ya'ni kimdir sizni g'iybat qildi, haqorat qildi yoki sizga tuhmat toshini otdi. Unutmangki, qiyomatda uning namozlari, tutgan ro'zalari, sadaqalari, qilgan amallari sizga beriladi. Ilohiy adolatning go'zalligini qarang. Alloh azza va jalla adolatli zotda. O'lib qolsang ham xo'p degan, tushundingmi deb qizlarga hali kelin bo'lishlaridan ancha avval mana shu gaplarimizni tarbiyalayapmiz go'yoki boshlaymiz. Sen qiz qarab tur deymiz, ertaga qaynoning seni ketingga tepadi deymiz. Tamom, qiz bechorani tasavvurida qaynona bu jodugar. Nima uchun ko'p kelinlar qaynonasidan bezib qolgan? Chunki u Robbisini emas, bandasini roziligi uchun qiladi har bir ishini. O'zimiz o'rgatamiz mana shu narsalarni. Gapirmasin, ovozi o'chsin deb ovqat qiladi. Uf tortib tozalaydi. Ertalabdan voy turib qolmasinlar, qaynonam o'ldirib qo'yadi deb erta tongdan negativ o'y fikrlar. Mana keyin nima bo'ladi? Joniga qasd qilishlar. Yosh onalar avval bolalarini, orqasidan o'zlarini joniga qasd qilishlar. Balkim qizlarga dildan chiqqan mehr uchun savoblar berilishini uqtirish kerakdir. Nima deysiz? Bolam, shu ishni qaynonang uchun emas, u ham endi bir gunohkor bandada. Qayerdadir biladi, qayerdadir bilmaydi. Undan ko'ra, Robbim uchun, Robbim o'zingning rizoliging uchun qilyapman shu ishlarni. Shu ishlarni ovqat qilyapman, tozalayapman, o'zing rozi bo'lgin mendan deb chiroyli niyat qilsak, har ishda, chunki niyat muhimligini ham biz qizlarimizga aytishimiz kerakdi. Ana bo'ji kelyapti deb qaynona bilan qo'rqitmasdan. Sababi dildan emas, faqat til uchida aytilgan mulozabatning oxiri voy, na samimiyat, na mehr haqida gap bo'lishi mumkin emas bu yerda. Va eng achinarlisi, o'zimiz qaynonaga mulozamat ko'rsatgin, qizim deb qizimizni ikkiyuzlamachilikka yo'naltiryapmiz. Oilaviy munosabatlar shunaqa juda ham nozik mavzu aslida. Lekin tan olaylik, munosabatlar yaxshi bo'lishida ham, yomon bo'lishida ham biz ayollarni rolimiz nihoyatda katta.
Afsuski, ig'vo, g'iybat, muhokama kabi jirkanch odatni oqibatini eslatsangiz ham buni anglashni istamaydigan odamlar bor. Vaholanki bu haqida doim bong urib gapiriladi, bilimlar beriladi, ammo insonda xohish bo'lmasa qiyin ekan. Donolarning bir gapi bor: odam bolasiga nasib etmaydigan bilim yo'q, bilimdagi nasibasini rad etadigan odamlar bor. Shuning uchun hayotda nima ish qilsangiz ham bilingki, sizni tanqid qiladiganlar albatta topiladi. Sizni to'g'ri yoki noto'g'ri yo'lda ekanligingiz ularga ikkinchi darajali, birinchi o'rinda ularga tanqid qiziq. Shundan rohatlanishadi. Tan olaylik, oramizda bor-ku shunday insonlar. Insoniyat borki g'iybat va muhokamalar bo'lib kelgan. Shunday ekan, bundan aziyat chekishni hojati yo'q. O'zgalarning gap so'zlariga qarab umr kechirish nodonlik. Vaqt hamma narsani o'zgartiradi deyishadi. Vaqt hech kimni o'zgartirmaydi. Qachonki insonda xohish bo'lsa, intilsa, sababini qilsa, faqat shundagina inson o'zini Robbimning izni ila o'zgartira oladi. 10 yil avvalgi ichuvchi agar o'zi xohlamasa shu odatidan qutulishni, o'zini o'zi tarbiyalab, ichkilikdan voz kechmas ekan, u ichuvchiligicha qolaveradi. 10 yil avvalgi dangasa agar o'zi shijoat qilmas ekan, 10 yildan so'ng ham dangasaligicha qolaveradi. Hayotini yaxshi tomonga o'zgartirib yuboradigan mo'jiza kutayotganlar bilsinki, u allaqachon sodir bo'lgan. Bu mo'jiza siz va bizga berilgan vaqt.